Assalomu alaykum aziz muxlis. Qodirov chechenlarning urushdagi ishtiroki bo'yicha Putinga hisobot berdi. Kecha Rossiya prezidenti Vladimir Putin Moskvada Checheniston rahbari Ramzan Qodirov bilan uchrashdi. Bu haqida Kreml xabar berdi. Uchrashuv chog'ida Putin Qodirovga so'nggi yillardagi faoliyati natijalari bilan faxrlanish mumkinligini aytdi. Albatta, respublika rahbari sifatida siz so'nggi yillarda amalga oshirilgan ishlar natijalaridan xursand bo'lishingiz va faxrlanishingiz mumkin. Bu mutlaqo ochiq-oydin narsa, dedi Putin Qodirovga. Uchrashuv Qodirov iste'foga chiqishni so'raganini e'lon qilgandan keyin bo'lib o'tdi. Kreml e'lon qilgan matnga ko'ra, yig'ilishda iste'foga chiqish haqida gap bo'lmagan. Checheniston rahbari prezidentga mintaqaning iqtisodiy yutuqlari va ishsizlikning qisqarishi haqida hisobot bergan. Putin va Qodirov Ukrainadagi harbiy harakatlarni muhokama qilgan. Boshlangandan buyon zonaga 55 ming jangchi yuborilgan, ulardan 21 nafari ko'ngilliklardir. Qodirov Chestnut Today nashriga bergan intervyusida lavozimdan ozod etilishini o'zi so'ragani va iltimosi qo'llab-quvvatlanishini aytib o'tgan. Checheniston rahbari bir necha bor iste'foga chiqish istagini bildirgan. 2022-yilda o'z lavozimida juda uzoq vaqt qolgani va cheksiz va uzoq ta'tilga loyiqligini aytgan. Biroq